Assalomu alaykumlar, charchamayapsizlarmi? Hozir ishdan keldim, soat kech bo'lib qoldi, 9dan o'tdi, mana ishdan keldim. Birinchi mana shu quyonning oldiga keldim, hali kiyimlarimni yechganim yo'q. Mana shu quyonning oldiga kirib, mana sabzi beryapman. O'zim mana bodring ertalab tashlab ketdim, bodring ikkitan tashladim, bittasini yebdi. Bittasini yemabdi, o'tlari bor, o'tlarni yeb bo'pti. Anaqasini ham yebdi, ancha donini. Mana bu suvni ham ancha ichib qo'yibdi. Xullas mana. Mana yoqda bolalar xudo xolasa yotibdi. Keldim, shu u yoqda bolalar yotgani yo'qmi, srochni qaragani yo'qmi deb qaradimda. Qanaroq xudo xolasa endi bunga o't olib kelib o't qo'yib qo'yaman. Ertalabgacha uni ham yeb oladi. Mana bunda mana o'zini ovqati bor mana. Bilasizlarmi? Ancha bor. To'ldirib soluvdim, ancha bor yebdi. Bu ham semirishni boshladi xudo xolasa. Bu ham xudo xolasa 12siga tug'adi. Mana suvi, nargis pastagi ham bor. Mana bu kakshtik, mana bu o'tlar ham bor, mana shu o'tlarni beraman. Mana bu kakshtik mana yuribdi, qochib yuribdi. Mana bu shu qochoq quyon bu. Mana yeyishga qarang, mana ovozini eshitib qarang. Joningdan. Ancha yeyapti, ancha suv ichyapti. Suv ham mana shu yarim litr suv bor edi bu yerda. Ozgina qolibdi. 200 gram qo'yganmanchi. Ancha suv ichibdi. Podolda turibdi, salqin, lekin suv ham ancha ichishibdi-da. Mana mashalloh yeyishga qarang. Yozib yeb bo'lsin ham bitta olib kelib beraman. Juda bodring yemabdi, buni hozir bo'lib berish kerakmi? Hozir bitta bodring, ikkita bodring, bitta sabzi olib tushirdim. Pastaga bodring beraman deb. Bunga bitta bodring, bitta sabzi beraman dedim. Mana. Va hokazo. Shunaqa holat. Xullas, agar men buni bolasi bo'lmaganda hozir tushmas edim ham to'g'risi. Yemini ana ko'p berib qo'yganman-ku deb qaramasinda ertalab qaragan bo'lardim-da. Endi bolasi bo'lgani uchun buni hozir endi ko'proq qarash kerak, o'shuning uchun keldim. Ya'ni ishdan kelib bemalol o'sha sizda bir nechta hozir 4 taga men vaqtim yetabdi, balki endi 10 ta qilaman, 20 ta qilaman, xudo xolasa qanchagacha vaqtim yetar ekan ko'ramiz. Va hokazo. Mana shunaqa bo'lyapti. Buni lekin charchab kelasiz, kun bo'yi kompyuterga qarab o'tirasiz, bularga qarab, buni boqib, mana o'tini qarab yursangiz, mazza qilib miyangiz dam oladi. Mana yeyishga qit mana. Ko'pchilik nima qiladi, ishdan keladi-da, telefonni titkilab o'tiradi, lenta aylantirib yo. Mana o'zim ham shu ish qilardim-da, men hayvonlarni oldimda yoki o'sha nima deydi, kompyuterga qarab, o'sha YouTube'da o'tirardim-da. Endi bolalar bilan uydagi kichkina bolalar bilan o'ynaysiz, u yoqqa o'tasiz, bu yoqqa o'tasiz, lekin miyangiz ba'zi charchaydi. Nima qilsangiz, men bular bilan qarab, bularga yemini, suvini berib, bunday katta bo'lganini qarasangiz, miyangiz joyiga tushadi, miyangiz dam oladi. Mana mashalloh yeyishga qarang, tirsilatib yeb tashyapti. Mana. Salom deb qo'y. Salom podpисчикларga. Podpiska bo'lmagan bo'lsangiz, podpiska bo'ling-da. Ozgina shamollashib bor shuni. Bo'ldi, damini oladi, yotadi, endi keyinroq yeydi. Mana shu tagidagi o'tlarni ko'rasiz, olib tashlashim kerak, olib tashlayman. Haliroq kelaman, qaytib xudo xolasa. Shunaqa ahvol, mana shu qo'yib ketamiz mana. Yeb o'tirib deb o'ziga qo'yamiz. Bodringni nimaga unaqa qilib bilmasga, mana 2 ga bo'ldimda, buni qo'yib qo'yaman. Hozir mana pastaga ham bitta bodring berib yuboramiz. Pastaga ham bitta mana bodring olib keldim, 2 ga bo'ldim. Mana qarab, mana joningdan san ye. Nega qaynaman? Qisir. Bular hozir shu ozroq ves olgani yaxshi. Yaxshi yegan yaxshi. Chunki nargisi emizyapti. Xudo xolasa daryoda 8 ta bolasi bor ekan. 8 ta bolani emishni o'zi bo'ladimi? To'g'rimi? Bo'ychu. Qani bolalarni qarab olamiz. Bolalarni nimasini qarayman? Qo'limni tiqib, mana bularga sekin paypaslab, mana
mana shular chetga chiqib qolgani yo'qmi shuni qaraymanda bu yog'ini keyin shu nimasini tagi ho'l bo'lib qolganmi yo'qmi tekshirib endi hozir emas keyin tekshiraman o'shani tekshirishim kerak ya'ni bolasi ho'lda qolib ketmasligi kerakda mana menga bitta bodring berib yuboramiz a ko'pdona bodring olamizda tirs mana o'zi bularga hozir berish shart emas siz chunki beda beraman bedani o'zida yeyman ovqat ham normalniy o'shani o'zida suvda ham даже vitamin borda suvda ancha muncha yetadi suv yeysanmiz ham bodring ey mozgi давай ye ey hayotdan xafa bu menga beramiz yema bodring yemasang yema buni qo'y hozircha oddiygina mana shu yerda yopiladi shularni to'g'irlashim kerak mana yeyapti bodring mazza qilib vochach qilyapti mana yeb tashlayapti qarang o'zi yeb qo'ydi ko'ryapsizlar mana ona quyonini yeyapti mana buni yopib qo'yamiz hozir bitta kelib hozir tashlab ketsam bo'ladi haliroq kelaman pastga tushib tepaga chiqib bir aylanaman bu yerni yana uxlashdan oldin kelib xabar olib balki ozgina o't tashlarman mollardan xabar olaman bo'ldi shunaqa qilib qancha vaqt ketadi 15 minut 10 minut maksimum shu to'rttasiga bitta hozir yana bitta uycha bo'lganda mana yana bitta uycha 12 ta bo'lsa oling 20 ta bo'lsin unaqa vaqt olmas edi shu asobiy qarashingiz kerak bo'lganlarni qaraysiz qolganlariga уже tayyor suv idishlar ovqat idishlar tap bo'g' bo'lsa solasiz bo'ldi shu bilan ketasiz tagini biz ortganmiz endi mana bu to'ldirib tashlagan tagini mana bilan tagini ortdik xabarlaringiz bor ana o'tgan videoda ko'rsatdim tagi tozalangan endi buni xudo xohlasa shanba yakshanba bo'ladi qaysidir kuni vaqtim bo'lsa xudo xohlasa ularni ham tagini tozalab qo'yaman hali haftani o'rtasi bugun seshanba tagini tozalagan hali 2 kun bo'ldi va hokazo omon bo'lasizlar charchamaysizlar shunaqa gaplar man bu yerda shu ertalab o'rgan beda turibdi o'shani o'zini beraman idishdagi man bu tagida olingan shu yemasdan qurib qolib ketgan bularni tashlab yuboramiz endi yerga ko'mib tashlayman shu yerga anaqa ketaveradi va hokazo